Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Yengil vazn toifasidagi amaldagi UFC chempioni Islam Makhachev yakuniy qarorga keldi. Keyingi jangida Islam yarim o'rta vazn toifasi chempionligi uchun oktagonga chiqish imkoniyatini qo'lga kiritgan taqdirda ham yengil vazndagi UFC kamaridan voz kechmaydi. Shanba oqshomidagi jang keyingi qadamini aniqlab beradi. Lekin jang qanday natija bilan yakunlanmasin, men yengil vazndagi chempionlik kamarimdan voz kechmayman, balki u yerda haqiqiy da'vogar paydo bo'lar deya o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar qoldirgan Islam Makhachev rossiyalik aralash ustasi yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun jang qilishi mumkin. Faqat buning uchun UFC 315 turnirining asosiy jangida avstraliyalik Jack Della Maddalena falastinlik Belal Muhammadni mag'lub etishi kerak. Belal g'alaba qozonsa, Islam yarim o'rta vazn chempionligi uchun bo'lgan fikridan qaytadi va yengil vazndagi o'z kamarini himoya qiladi. Bu haqida Montrealda o'tgan matbuot anjumanida liga rahbari Dana White xabar berdi. Islam Makhachevning qo'shimcha qilishicha, 28-iyun kuni Las Vegasda o'tkaziladigan Ilya Topuria va Charles Oliveira o'rtasidagi jang da'vogarlik maqomida bo'ladi. Ushbu jang g'olibi Islam Makhachevning keyingi raqibi nomini aniqlab beradi. Qadrli do'stlar, agarda Ilya Topuria Charles Oliveirani mag'lubiyatga uchratsa, Islam Makhachev va Ilya Topuria o'rtasidagi jang juda ham dahshatli bo'ladi. Ushbu jangda siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni kommentlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Nursulton Ro'ziboyev: men tayyorman. UFCda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik MMA jangchisi hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Instagram sahifasi va Telegram sahifasiga yangi surat bilan bo'lishdi. 17-may kuni Las Vegasda bo'lib o'tadigan UFC Fight Night turniri doirasida amerikalik Dustin Soltovich bilan to'qnash keladi. Ro'ziboyev joylagan suratida o'zbekistonlik boshqa sportchilar, Instagramida Firdavs Husanov hamda Bobur Tagiyev ham ko'rinish bergan. Nursulton suratni "men keyingi hafta uchun tayyorman, inshaalloh" deya izohladi. Telegram kanaliga qo'ygan suratda esa Baklining suratini joylab, Baklidan o'ch olish vaqti keldi. O'zbekiston uchun Baklidan o'ch olaman deya fikr bildirgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizni bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.